kech paytga nima ovqat qilay deydi-yu. Mont qilib qo'y, mont yegim keldi desang, ha endi montiga ham hozir zo'la chuy bana qilib, xamir qilib 2 soat, 3 soat vaqtim ketadi. Ha lamon qilib qo'y, lamon yegim keldi. Endi lamon ham monti bilan bir xil bo'lgandan keyin unga ham shuncha vaqt ketadi. Ha bo'lmasa bittanta suv ovqat solib qo'y, sho'rvami, xo'rdami, mastavami ichamiz maza qilib. Qachon pishadi u? Hozir endi kech qoldim-da u sho'rvalarga, suv ovqatlarga-chi. Bilganingni qil, bilganingni qil. O'zim hayolim kelmayapti-da. Siz aytsangiz yaxshi bo'l. Men aytganim qilmayapsan, o'z nimani kutyapsiz? Hammasi lamon qil, lamon qil. Qo'ying endi shuncha ishni orasida endi vaqtim bormi? Lamon qilgan. Ko'chadan bitta toqat olib kelasizmi? Deganda bo'g'ila orasan. Deganda. Ha, xo'p, nima bor? Sushimi, pizzami? Ha? Hamburgermi? deydi-yu. Voy hurmatli ayollar, boringlarga shukr. Ha? Hayot shuning uchun ham sizlar bilan qiziqda. Sizlar bo'lmasanglar, biz juda ko'p yillar haligi baxtli hayot yashaveramiz ekan xursandchilikdan-chi.